Vinicius Junior Real Madridni tark etadi. Yaqinda jamoa braziliyalik yulduzga yangi shartnoma bilan chiqqan edi. Ammo Vini rad javobini berdi. Sababi esa unga berilgan maosh ma'qul kelmabdi. Ya'ni uning so'zlariga ko'ra, u ko'proq pulga loyiq ekan. Real Madrid muxlislari ularning prezidenti qanaqa odamligini yaxshigina bilishadi. Chunki bir payt Cristiano xuddi shunaqa javob berganida uni Juventusga sotib edi. Bu yerda esa Saudiya jamoalari Viniciusga 1 milliard, Madrid jamoasiga 300 million berishga tayyor turibdi. Chunki qarabsanki, jamoaning bosh yulduzisan, oltin to'p olishga juda ham yaqin turibsan, ammo kutilmaganda yangi o'yinchi kelib, sani joyingga o'tirib oldi. Yaqindagina Levantega qarshi o'yinda Vinicius himoyaga qaytmagani uchun Modric, ya'ni jamoa sardori unga qaytib ham o'yna deb aytgan ekan. Ammo Vinicius nimadir deb javob berdi. Undan keyin esa Modric jahli chiqib ketdi. Qisqacha gapiradigan bo'lsam, kichik janjal bo'ldi va jamoa Modricni yonini oldi. Men bu bilan nima deb aytmoqchiman? Oldin ham braziliyalik himoyaga qaytmas edi, ammo jamoaga muhim gollar urgani tufayli unga hech kim indamas edi. Hozirda esa uni joyidan Mbappe egallab oldi va u na gol uryapti, na himoyaga qaytyapti. Endi esa u yozda jamoani tark etishi oldindagi fantastik narsaga o'xshamayapti. Sizningcha bu holatni qandoq hal qilsa bo'ladi? Futbol esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizning milliy ta'mimiz milliy kola.